Assalomu alaykum azizlar. Hop, bizda Matiz. Faras qiling. Bitta Matiz emas, liboy mashinada. Ertalab yondirayotgan paytingizda mashinani kaltib urganingizda jig' etkizib bitta motor to'xtatdi, xuddi starter qisib qolganga o'xshab. Keyin ular etib yonib ketadi. Sovuqligida ko'proq uchraydi. Siz bunga akkumulyator qo'yib ko'rasiz, starter qo'yib ko'rasiz, lekin o'zgarish bo'lmadi. To'g'ri, akkumulyatordan ham yo'mkisi tushib ketsa, starterdan ham bu holatlar bo'ladi. Xo'p, yana nimadan bo'lishi mumkin deb o'ylab qolsangiz, mana azizlar, shatnon ishayib ketgan. Xo'p, shu tufayli ham alomatlardan biri motor ertalabda yondirayotgan paytingiz kaltib urganingizda xuddi starter qisib qolganga o'xshab bir to'xtab turib, keyin u yoqqa yonib ketadi mashina. Detonatsiya bilan ishlab qolishi mumkin mashinangiz. Chunki ishlagandan keyin u portion baland nuqtagacha ko'tarilmaydi. Smesni yaxshi qisib bermaydi. Yaxshi qisilmagan smesda svicha iskra bergandan keyin energiya olish motor uchun qiyin bo'ladi u yerdan. Slabiy portlash bo'ladi. Shu hisobiga bu portion obratno tushish uchun kamroq kuch beradi. Xo'p, azizlar, joninglar sog' bo'lsin.